Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun qo'limda Abduqodir Jaloliddinning Yüzimiz, Özimiz va Ko'zimiz nomli kitobi. Bugun diqqatingizga mazkur kitobdagi nasab, familiya, salohiyat nomli asarni sunaman. Xo'sh. Nasab, familiya, salohiyat. Bir jamatning tuqqanchilik darajasi xuddi buloqning tarmaqi, daraxtning shexiga o'xshaydi. Tarmoq bilan shoxning yiroq yaqinligi farqlangani bilan uning manbasi g'o'li birdir. Morgan. Men nomga muhtoj, chunki jismim hamon o'ladi. Juvayni. Yeni asr bosoğusida murakkab tanlashga duch kelayotgan Uyg'urlar tarixning navbatdagi musofirlarida qanday salohiyatda qadam besish lozimligi haqida sodda xiyollarga berilib ketishi tufaylidan aqliy sistemaga ega bo'lmagan qisman ijobiy urinishda bo'lmoqda. Ba'zilar til va yeziq ko'chishi elib barsak qatmal tarix tepishmoqlaridan soqit bo'la olamiz deyishdi. Lekin bular o'zlarining tashabbusini yetarlik real tarixiy faktlar, ilmiy dalillar orqali isbotlab bera olmadi. Yana ba'zilar bizda falsafa bo'lish kerak, falsafasi bo'lmagan xalq bechora bo'ladi deyishdi. Falsafa mavjudlik masalalari bo'yicha mulohizadan kelib chiqqan fikrdan iborat bo'lib, o'z oldiga masala hal qilishga ojizdir. Dunyoda hammadan baldur falsafa yaratgan qadimki Yunonliklarning bugungi avlodlarining boshqa g'arb allari oldidagi selishtirmalik holati bizga bir chaqlardagi falsafa qurishlarining g'oliblar uchunla an'ana bo'lib qoladiganligini uqtiradi. Aramizdagi yana bir qism kishi yiltizimizni tepishimiz kerak. Shundalar shollandilarga aylanib qolmaymiz deyishdi. Lekin yiltiz tepilmedi. Yiltiz izlaydiganlar ana madaniyatimizning taktiga cho'nqurlab kirishga ulgura olmadi. Familiya qo'llanish g'ulg'ulasi bizdagi yiltiz izlash urinishlarining zamonimizdagi taqlidiy ko'rinishidan iborat bo'lib qoldi. Yuqorqilari Uyg'ur jamiyatining oqko'ngil, sodda ijtimoiy urinishlari bo'lib, hech bo'lmaganda g'ofillikdagi noilojlik sukutiga qaraganda ma'lum ijobiy ahamiyatga ega deyishga bo'ladi. Uyg'ur ziyolilari o'z xalqining tarix, ijtimoiy holatiga iqtisod, siyosiy, madaniyat, til, taraqqiyot nuqtasidan ilmiy diagnoz qo'yishdan texi jiroq turmoqda. Bunday ishlarni qilish kishilik turmush hojatlariga band bo'lib ketgan bu avlod ziyolilarning qo'lidan kelmesi kerak. Biz hayron bo'layotgan g'arbliklarda Rim shahri bir kunda bino bo'lgan emas degan gap bor. Tarixning bahaybat qasri kishilarning o'z holiga yarasha hayotlik faoliyatlarining uzuksizligi orqasida ro'yobga chiqadi. Kishilar o'zlarining g'oya va qimmat haqidagi izdinishlarining qadrlik siymosini ashu qasrning harakatchan, tirik gavdasidan ko'rdi. Familiya to'g'risida bir qism maqola e'lon qilindi. Bu maqolalarning hammasida degidek Uyg'urlarning navbatdagi jamiyat hayotida familiya qo'llanishining zarurligi ilgari surildi. Familiya tashabbusi oxirgi hisobda ziyolilar ichida jamoat fikriga aylandi. Hatto Xinjiang Uyg'ur Avtonom Rayonluq xalq hukumatining ko'ngil bo'lishini qo'zg'adi. Xalq hukumati Urumchidagi nopuzliq bir qism ziyolilarni yig'ib, familiya qo'llanish masalasi bo'yicha fikr elish yig'inlarini uyushtirdi va familiya qo'llanish to'g'risida xalq hukumati tarafidan tashabbusnoma e'lon qilindi. Tashabbusnomada Uyg'urlarning familiya qo'llanish zaruriyatlari va familiya tanlash usuliga oid prinsip xarakterlik ko'rsatmalar aks etgan. Umuman qilib aytganda,
familiya qo'llanish madaniyatlik jamiyatning odatdagi taqozosi bo'lib, shaxs uchun aytganda o'z-o'zini nasab jihatdan tonish va bayqashning belgilashgan ifodasi hisoblanadi. Familiya o'z-o'zidan halqib ketgan hukm. U oila, nasab, jamat, qonun, shon sharaf qatorliq nurg'un hukmga berib taqiladi. Shuning uchun familiya masalasini tilshunoslik, madaniyatshunoslik, folklor, jamiyatshunoslik, insonshunoslik, belgishunoslik ilmlari bo'yicha astoydil tadqiq qilishga to'g'ri keladi. U ba'zida shaxsning irq tabiqini belgi qilgan ijtimoiy tavalligi sifatida muhim bo'ladi. Ba'zida u shaxsning g'ururi, haq huquqini negiz qilgan qonuniy masala sifatida o'tirg'a chiqadi. Ba'zida u yana tarixning qilqon tomiri sifatida tarixning ugillarini aniqlashda zarur bo'lib qoladi. Uyg'ur jamoatchiligining bu masalani tilga elishi garchi bugungi madaniyat sharoitida ko'p kechikish bo'lsa-mu, ammo u qandaqli bo'lmasin, xalqimizning o'zlik sezgisining ostola o'sganligini ko'rsatadi. Familiyani yo'lga qo'yish masalasi nuqul holda ma'lum muassasaning tadbiri va ko'rsatmasi bilanla ilmiy hal bo'lib ketmaydi. Bu jihatdagi har taraflama tadqiqotga ahamiyat berish to'liq zarur. Shunga familiya to'g'risidagi samarli tadqiqotlar maydonga chiqqandan keyin familiya qo'llansak, yuz berish ehtimoli bo'lgan har ig'ib ketishdan saqlanqili bo'lsa kerak. Familiya so'zi lug'atimizga g'arbdan kirgan. Yangi bilimlar ingliz tili lug'ati Birlashma kitobxonasi 2001-yili iyun nashri Beijingda izohlanishicha, ingliz tilidagi family degan so'z oila, jamoat, urug', irq, turkum degan ma'nolarni bildiradi ekan. Ingliz tilining Webster lug'ati va xaritasi degan lug'atda family so'zi mundaq izohlangan. Birinchi, ata-ona va bolalardan tarkib topgan guruhpa. Ikkinchi, qandosh kishilar turkumi. Uchinchi, bir-biriga yaqin hayvon, o'simlik, til qatorliqlarning guruhisi. To'rtinchi, o'rtoqdoshlikning garmonik turkum doirasi. Biz qo'llanayotgan familiya ingliz tilida surname, last name deb e'linadi. Yuqorqi lug'atda surname degan ibora mundaq izohlangan. Birinchi, jamat nomi. Ikkinchi, tug'ilgan, turgan o'rniga asosan birovga berilgan nom. Ingliz tilidagi izohotlar Uyg'urcha madaniyat doirasidagi familiya hodislariga vakillik qila olmaydi. Lekin hukm mazmunini tushunish iborasida muayyan ilmiy foydalanish qimmatiga ega. Madaniyatdagi ba'zi o'rtaq elementlar xos taraflarni bayqash va tushunishimizga yip uchi beradi. Familiya so'zini biz shajara, yildiz deb tushunsak bo'ladi. Ammo bu ma'noning dal o'zi emas. G'arb olimlari tarafidan Uyg'urcha urug'doshlik jamiyati va tarix haqida ko'p izlanish bo'ldi. Biroq qanoatlanishdan yiroqmiz. Bizmi o'z manfaatimizga yarasha tarix va madaniyat izlanishlarida bo'lishimiz kerak. Familiya haqidagi qadimki Uyg'ur jamiyati va qadimki Uyg'ur tilida qandoq iznalarning borligini biz bu yerda mutaxassislarning aytib berishiga qoldiramiz. Tianhuigang ismli bir avtor Jungo G'arb kishilik atoq sistemasi degan kitobida kishilarning qondoshlik va urug' munosabatlari, jumladan millatlarning familiya tuzumlari haqida xeyli tafsiliy to'xtalgan. Biroq uningda Jungodagi g'ayri Xanzu millatlarining ism familiya madaniyati haqida hech nima deyilmagan.
Abdur İngiliz milletining familiya nomi haqida ko'p sahifa ajratgan bo'lib, familiyalarning madaniyat manbalarini qayd qilib o'tgan. İngiliz kishi ismlari asosan degudek ibray, ya'ni Injil va Grek, Yunan afson rivoyatlari, Rim manbalaridan kelgan. Biroq İngiliz familiya so'zlarining kelish manbasi bir qadar murakkab. İngiliz familiya nomi tuvandagidek ravishda paydo bo'lgan. Birinchi, ba'zi yer va sharoit nomlari familiya qilib qo'llanilgan. Ikkinchi, otaning ismi familiya qilib ishlatilgan. Üçüncü, kasb nomi familiya sifatida o'zlashtirilgan. To'rtinchi, odamning qiyofati va aloyiligi bo'yicha familiya qo'llanilgan. Beshinchi, o'simlik nomi familiya qilingan. Altinchi, narsalarning ismi familiya qilingan. Yettinchi, abstrakt ma'nodagi sifat, fe'l so'zlari familiya qilib qo'llanilgan. Sakkizinchi, boshqa millatlarning lug'atidanmi familiya e'langan. 9-chi, odatdagi ismlar yoki sharaf nomlarim familiya qilingan. Yuqorqi taraflarni Uyg'ur kishi ismlar haqida bizda maydonga kelgan maqolalarning mazmuni bilan selishtirib ko'rsak, ko'p jihatdan o'xshashligining borligini bayqaymiz. Uyg'ur xalqi tarixi uzun, madaniyat jihatdan ko'p qatlamliqqa ega. Coğrafiya jihatdan 4 fasl ro'shan davr qiladigan iqlimlarda yashagan. G'arb, sharq madaniyat almashtirishning tuguni bo'lgan Yipak yo'lida o'ziga xos ijodiy ruhini namoyon qilgan. Murakkab etnik taraqqiyotini boshdan kechirgan xalq bo'lg'achqa, ism qo'yish odatlarida ko'p manbalik madaniyat tutashmasini hosil qilgan. Bu jihatda Uyg'urlar bugungi dunyo mag'rur erkisi bo'lgan inglizlardanmi rangdorlikqa ega. Uyg'urlarning bo'ston millati bo'lish sifati bilan tabiatga bo'lgan sirliq o'rtaqdoshlik tuyg'usini bugungi zamonaviy davrdami yo'qotmay kelgan. Shunlashqa bugungi ism qo'yish odatlarimizdami tabiatga va tabiat orqasidagi sehriy hikmatga bo'lgan cho'qinish aks etmoqda. Ismni bir xil ruhiy kuch yoki ruhiy nishon deb qaraydigan xalqimiz ajdodlarining ism sharaflarini tavarruk sifatida izchil davomlashtirmoqda. Morgan Qadimgi jamiyat nomli kitobidagi Mo'misining Rim tarixi nomli kitobida jamiyatga vakillik qiladigan familiya madaniyat jamiyatidan burun maydonga kelgan emas degan so'zni naql elib, familiyani madaniyat hodisasi sifatida izohlaydi. İnson biror izno bilan o'zini xotirlashga yoki o'zini farqlantirishga uringan kuni madaniyatdan iborat yo'shirin kuch oshkorliq o'tgan bo'ladi. U muayyan belge yoki simbol sifatida tarixning jarayonlarini shakllantirdi. Qadimki indiyonlarning familiya va ism qarashlarida qabila tuzumidagi tartiblar o'z ifodasini topgan. Shundaqla ism odamning taqdiriga zich bog'langan. Buni Morganning buni so'zini ko'rib olaymiz. Ba'zilar qattiq og'rib qolgandan keyin xurofotlik tufaylidan yana bir qitim ot yangishlashni talab qiladi. Bundaq ishlar ko'p uchrab turadi. Yana ba'zilar bak qiyirib ketsa, etini yana bir qitim yangishlaydi. Xurofotlik tufaylidan degan iboraga helimi diqqat qilish lozim. Chunki fan texnika rasa gullangan bugungi kundami kishilar o'zlarining ismiga cho'qinishgan holda shaydoliklarni ifodalashadi. Ism va familiya zamonimiz kishilarining nazarida obro'y, hatto kishining baxt saodati bilan bog'lanib ketgan deb ishonadi. Uningda munosib g'urur, iftixor va or-nomus aks etadi. Xudo buyurgan ishlarga tayyorlanib qo'ydim. Vicdanım intayin pak. İsmim mening shon sharifam va mening tarixdagi o'rnim men uchun hammadan muhim. Men dal mushular uchun kurash qilaman.
Pakistan xalqining faxri Zulfiqar Ali Botto'ning bu so'zi kishilarning nom sharaf qarashini markazlik holda ko'rsatib beradi. Demek, adam her qandaq zamonaviy davrda yaşagandımı, o öz həvəslərini qanatlandırış və qandırışqa kelgəndə toyğularını mübaliğə qilishqa mayil bolmay qalmaydı. İnsanның öz-özüge bolğan iştiyaqı dəl insanның özünü xurafiləşdirib qoydu. Morganның yuqorqi bayanlarının ruhini Uyg'urlarning hozirgi holatidan aqtirib topalaymiz. Uyg'urlar ism bir odamning taqdiriga ro'shan ta'sir ko'rsatadi deb ishonadi. Ism noma'lum bir ruhni yutib yuradi. Bu ism kimga qo'yilgan bo'lsa, ismdagi ruh odamning ruhiga o'zlashib, uning xuluq mijozi, qiliq harakatlarida namoyon bo'ladi. Oxir shu kishining ta'liga ta'sir ko'rsatadi. Bundaq aqida bugungi kishilardan jiroqlab ketgani yo'q. Kapitalistik aqida yamarab ketayotgan bugungi dunyoda kishilar biror tovarni kashf qilganda, uning markasining nomi uchun alohida boshqartiradi. Shirkat qurgan chaqda shirkat nomi uchun tujupilaydi. Bu nomning muvofiq bo'lishi shirkat yoki tovar uchun mo'lcharligisiz iqtisodiy unum berib keladi deb qarashadi. İsim qo'yib berganlarga haq va suyunchi berishadi. Mana bu nom ata qiyirsmanligining bugungi varianti. Burunqilar ismini ruh bilan bog'lab ulug'lagan bo'lsa, bugungilar pul bilan bog'lab e'tiborlashadi. Uyg'urlar o'z yashayotgan hayotlik chambariga nisbatan shuncha zil inkas qaytara olgan xalq turib, qandaqsiga familiya qo'llanib, o'zining nasl nasabini davomli xotirlab mengishdan mahrum bo'lib qoldi. Bu dunyo qarash va qimmat qarash masalasiga chetiladigan tepishmoq. Buningga folklor madaniyatshünosligi hamon bir kun javob berar. Uyg'ur xalqi nurg'un ochiq tarixiy sinoqni boshdan kechirib, bugungi kunga keldi. Oldimizdagi tarixiy sinoqlar burunqilariga o'xshamagan holda murakkab va texmi ko'p. O'zimizni yetarli qezib, o'zimizni to'g'ri to'nib yetishga ulgurmagan sharoitda tashqi madaniyatlarning shiddatli ta'siriga duch kelishga boshladik. Avlodlarimizdagi manqurtlashish buningga agishib, texmi qo'rqinchli tus oladi. Ijodkorlik ruhini non uchun do'g'i tikayotgan ziyolilarmi amaliyotda manqurtlikning tumanliq girdoblarida agib yurishadi. Ma cümleni qayta o'qiy. Avlodlarimizdagi manqurtlashish buningga agishib, texmi qo'rqinchli tus oladi. İcadçılık ruhini non uchun do'g'i tikayotgan ziyolilarmi amaliyotda manqurtlikning tumanliq girdoblarida agib yurishadi. Angliya jamiyatshunosi Anthony Giddens zamonaviy va o'zlik salohiyati nomli asarda aytgandek, zamonaviylik kundalik ijtimoiy turmushning ahamiyatini o'zgartib, shaxsiyatlarimizga yotadigan taraflarimizga ta'sir ko'rsatdi. Zamonaviylikning ro'shan aloyiliklarining biri kengayishchanlik va g'arazchanlikdan iborat ikki qutb o'rtasida davomli ishlayotgan ta'siri bazasida ko'rilmoqda. Biri yer sharlashishining ta'siri, yana biri shaxsiy safoning o'zgarishi. Shaxsiyat va iqtisod terismanligi g'arb jamiyatining an'anaviy qurilmasini shiddat bilan o'zgartdi. Foyda manbasiga aylanib qolgan uchur kishilarning faoliyat bo'shligini kengaytdi. Faoliyat qilishdagi cheklik jo'grafiyalik bo'shliq kompyuter qatorliq vositalarning rolida
madaniyatlar ara singishishni negiz qilgan dunyo ruhini barliqqa keltirdi. Qatnashning taraqqiy qilishi, iqtisodning yer sharlashishi va davlat halqagan shirkatlarning ko'payishi, siyosiy, ijtimoiy hamkorlashmalarning kengayishi irqlar o'tirsidagi bordi keldini afzal imkoniyatlarga ega qildi. Bundaq sharoitda oila a'zolarining muhim bir qilibda bir-biridan ayrilolmay turishiga qattiq zarba yetdi. Xizmat va o'qish ehtiyoji erni bir shaharda, xotinini yana bir shaharda turishga majburlaydigan bo'ldi. Möhlatning uzurishi yoki tartibsiz bo'lishi er-xotinlar o'tirsidagi hissiyot tangpunliqini ta'virtadigan yoki buzadigan omil bo'ldi. Bu hodisa har qaysi elning jamiyat tuzumi va iqtisodiy tuzilmasi bilan munosabatli holda turli ravishda ko'rildi. Tabiiyki, oilaning muqaddasligi jon beqish qiyinlashayotgan hozirgi jamiyatda kishilarning xalqaro muhitda hayotlik fursati izdishi natijasida ancha muhim bo'lmay qoldi. Natijada oila parchalandi. Bunun o'rnini tadrijiy holda g'ayri nikohliq er-ayollik munosabati egallashga boshladi. Farzandlar tarbiyasi ko'proq holda ijtimoiy farovonlik o'rinlari yoki maktablarning roliga beqinishga boshladi. Oxirida kishilarda familiya va kimlik to'g'riliq texmi qilibsiz kayfiyat shakllandi. Jungo Dünya Savdo Tashkilotiga kirdi. Bu bozor egiligi yo'lga qo'yilgandan buyanqi bir qism nikoh o'zgarishiga texmi zo'r do'lqinlarni boshlab keldi. Ammaga ayanki, Jungo jamiyati qondoshlikni yadro qilgan ijtimoiy munosabat eng tipik bo'lgan jamiyat bo'lib, kishilar qondoshlik va qondoshlik ustiga qurilgan jamoatchilik an'anasini a'lo ko'radi. O'z jamoatiga bo'lgan sodiqlik umumiy ma'nodagi axloq sistemasi sifatida boshqa tartib, nizomlarga nisbatan xeyli ro'shan nopozga ega. Buni chet ellarning ba'zi tadqiqotchilari familizm, bizcha jamoatchilik deb atashgan. Jungo jamiyatidagi bu holat navbatdagi xalqaro iqtisodiy aloqa, madaniyat aloqalari bilan ro'shan holda to'qinishadi. Salohiyat masalasi yangi xalqaroviy muhitga duch kelayotgan jungoliklarning qayta o'ylanish temasi bo'lib qoldi. Uyg'urlar uchun aytganda salohiyat masalasi texmi nozik masaladir. Echinishli yeri ziyolilarimiz biz duch kelayotgan real masalalarni ta'xirsiz tema sifatida tadqiq qilmadi. Reallik bilan munosabati bo'lmagan ilm mashg'ulotlari akademiyalarimiz va oliy maktablarimizdagi ajallik illat. Bizning tadqiqotlarimiz xiris va raqobat avj elayotgan hayotlik muhitida milliycha madaniyat va qimmat qarashining mustahkam ham aktual o'lchimini turg'izishga kepil bo'la olish kerak edi. Bir xalqda o'zini ifodalash xohishi amalga oshmagan sharoitda boshqa xalqlar bilan hamkorlikda birga tura olishi hargiz mumkin emas. Uning moddiy va ma'naviy boylik yaratish iftixoridan bahramand bo'lishi texmi tas. Dunyolik millatlar o'zlarining taraqqiy topgan va topmagan farqiga qarab raqobatli hayot sahnasining o'xshamagan burjaklarida turmoqda. Moshunda sharoitda Uyg'ur xalqi uchun o'zini qayta tonish har qanday davrdagiga qaraganda muhim bo'lib qoldi. Familiya qo'llanish tashabbusining borliqqa kelishi bizdagi yiltiz izlash tuyg'usining ojiz bir ifodasidir. Chunki yiltizini bilish familiya izlash bilanla ishga ishib ketmaydi. Biz ajdodlarimizning faqat irqiy varislaridan iborat bo'lib qolsak, hayvondan farqimiz qolmaydi. Biz ajdodlarimizning ijtimoiy qimmatdagi yashash varislaridan bo'lishimiz uchun
oddiy farqlantirishni maqsad qilgan familiya qizg'inligi bilan cheklanib qolmasdan, nasl, nasab va qimmat qarshi jihatdagi ma'rifatga hamda poklik qurilishiga qadam bosishimiz lozim. Familiya kishining shon-sharaf tuyg'usini yetildiradigan muhim omillarning biri. G'ururliq bir inson ulug' ham pok nasabning mirosxo'ri bo'lgani bilan xo'shallik his qiladi. Uni qo'g'daydi yoki texmi jalolantiradi. Bir xalqda aql, farosat, halollik, boylik va rahnima vakillik qiladigan kishilar turkumi bo'lishi kerak. Ular o'z vujudidagi esillik va oliyjanoblik orqali o'zining o'tira qatlab, tuban qatlamdagi qarindoshlariga namuna yaratadi. Bu namuna o'zidagi ilhom baxish jalbkorlik bilan ularni amgakka, ijodiyatga, boylik yaratishga dalolat qiladi. Ular bir millatdagi aqida va qimmat qarashining amaliyatiga oylanishi bilan tirik ma'arif va tashviqotdir. Shundoq ekan, fursatparastlik va qoqti so'qtilik bilan birdilla beyib ketganlar hargizmi oqso'ngak bo'lishga munosib emas. Moddiy boylik ruhiy jihatdagi yalangtoshlikni hargizmi yepib qola olmaydi. Familiya tadqiqoti o'zi bilan munosabatlik nurg'un sohaga berib chetiladi. Biz familiya tadqiqotida so'zliklar va atalg'ularni aniqlash ham izohlash bilan to'xtab qolsak bo'lmaydi. Yevropaliklarning andizlariga o'lik holda taqlid qilsak ham bo'lmaydi. Ularning bugungi taraqqiyoti o'tmish an'analarimizga o'lcham ham tanqidiy turg'ish bo'lib qolmasligi lozim. Familiya tadqiqoti biz uchun milliy xoslik ham obraz yaratishdan iborat bo'lishi, oila va oila tuzumining qidirilishi bo'lishi lozim. Yaqinqi zaman tarixidagi parlaq kishilarga cho'qinish bizni o'zimizga bo'lgan real obyektiv tadqiqotdan mahrum qilib tashlaydi. Umuman Uyg'ur kishi ismlari va familiya tadqiqoti mohiyatda Uyg'ur folklor lug'atidan iborat. Shundoq ekan, uning har biri qadami sovuqqonlik bilan beslanishi kerak. Familiya masalasi hargizmi oddiy ma'nodagi nasab masalasi bo'lmasdan, balki bir xil qezishdir. O'zini to'nishdir. Shundoqla ig'ir mas'uliyatdir. Tarix uzuksiz zo'rayayotgan bir familiyaning o'z-o'zini yaratishi va yuyishidan iborat. Jan Bozan apandining "Mening familiyam va yurtim" nomli maqolasi bir tarixning o'z nasabi haqidagi iqrori ham izlanishdan nishondir. Bu bizga o'zini to'nishning bakmi muhim ekanligini eskartadi. Agar har bir oila boshlig'ida Jan Bozan apandidek o'zini izlash va izohlash, keyingilarga yetkazish mas'uliyati bo'ladigan bo'lsa, nodonlik, bo'shanlik tufayli kelib chiqadigan xo'rlik va haqoratdan xalos topgan bo'ladi. 2002-yil fevral, Urumchi. Maqramsa, bugun mushunchalik o'qiylik. Maqramsa, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'ling. Xayr xo'sh.